Saxta təşviqat fəaliyyətinə narazılıq bildirən Uyğurlar Xitaylarının hücumuna uçurdu. Qadirli görmələrimiz əlbəttə bu numussuz təcavüzçülər vətənimizdəki işğaliyyət bilən vətənimizdəki bütün Şərq Türkistanın bulun puşqaqlarıgacha kengaygan bu dəhşətlik cinayəti elib beriyotgan bu yerdəki irqi qırğınçılıqqa qoşumcha holatda yillardan buyon vətənnin sirtidimi har qaysi dövlətlərdə nurg'unlagan şu dövlətlərin qanunigami xilaf bo'lgan badbashara qiliqlarini har doim davomlashtirib kelyotdi. Bu mayli Turkiyada bo'lsin, mayli g'arb davlatlarida bo'lsin, yillardan buyon shu davlatlarning axborotlaridami kun tartib kelib kelayotgan intayin sil bir masala. Turkiyadami shu yaqinqi yillardan buyon texambak bularning timsiqlab yurayotganligini, kundan kuniga haddidan eshiyotganligini aniq ko'rib turyapmiz. Bu qitim eng oxirgisi shu e'lon bilan bir qancha shu hafta ichida sosyal ijtimoiy uchur vositida chiqqan bu e'lon bilan bir g'ulg'uli qo'zg'agan bir masala bo'ldi. Xitoy Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan rayonning yeniga kelib, bu so'g'imizga kelib bu yerda Xitoyning İstanbul Turishq bosh konsulxonasi 7-avgust mulozimatni mahalligacha, ya'ni mahallaga akirish nomida faoliyat o'rinlashtirib, vatanga qaytib tuqqan yo'qlashga tashkillash, kerakli hujjat materiallarini naq maydonda ta'minlash qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaydiganligini bu chaqiriq bilan joriy selib e'lon qilgandi. Uning keyindan albatta to'g'rimizda ba'di shu hamon buningki qaysi maqsad o'rinlashtirilganlik qatorliq masalalarni g'ulg'uli qo'zg'agan bir masala bo'lgandi. Xitoyninki bu chaqiriqi. Faoliyat hamda 7-avgust ya'ni tunugun o'tkazildi. Tunugunki jarayonlarni to'g'rimizda tafsiliy holatda shu barliq rasmlar bilan huzuringizga sunduq. Saat 14:30 İstanbul vaqti saat 14:30da o'tkazilgan İstanbulning Bahçeli Evler rayonida joylashgan Doktor Anvar Ören Kültür Merkeziga o'rinlashtirilgan bu faoliyat Mishada Xitoy bosh konsulxonasining xuturishida mazkur faoliyatga qatnashuvchilarga naq maydonda pasport bejirish yoki to'liqlab berish, grajdanlik ishlari, pensiya maosh salohiyatini guvohlikdan o'tkazish, to'y qilmaganlik isboti qatorliq, isboti chiqarish qatorliq mulozimatlar sunildiganligi, shuning bilan birga vatanga qaytib tuqqan yo'qlash, o'smirlarga xitoycha sinib o'tish, yozliq lager o'rinlashtirish, vatanga sayohatga berish qatorliqlar haqida maslahat berilganligi haqida shuni tizimlaydiganligi bildirilgandi. Yani bu derecede numussizda hamda Xitoylar yillardan buyon butunlay mahrum qilingan Uyg'urlar bu yuqorida so'zlangan narsalardan. Bugun dunyoda besim bo'lgandan keyin o'zini oqlash, jinoyatlarni oqlash uchun hamma ishni shundoq ham ovlash, ya'ni bu yillardan buyon oilasidan hech qanday bir shaklda ko'rishanmagan, qo'lida hech nima yo'q, shundoq nurg'un xalqimiz bo'lg'achqa buni ham o'ziga xizmat qildirish, shundoq ishlarni bajarib beraman deb besim qilish orqali nurg'un ham Uyg'urlarningki o'mligini, birligini buzish uchun mana shunday orimizgacha kiryapti Xitoylar. Bu g'ulg'uli qo'zg'adi ijtimoiy uchur vositasi tarqalgandan keyin Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar tashkilot mas'ullari Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashni maqsad qilgan bu faoliyatiga norozilik bildirishdi o'zlarininki ijtimoiy uchur vositalarida va Uyg'urlarning Xitoyning jinoyatlariga yantayoq bo'lmaslikqa chaqirgan edi faoliyatdan burun. Hamda tunugun shu faoliyat bo'lgandan keyin 3 Uyg'ur shu suratini ko'rib turibsizlar. Chiroyini chiqamadi hamma bularniki butunlay shu yaralangan holatda keyin bular chiqqandan keyin saqchixonadan chiqqandan keyin tortilib yo'llangan suratlar bular. Shu 3 Uyg'ur yosh Xitoyning bu faoliyatiga ko'z bo'yamchilik faoliyatiga berib Xitoyning bu yerda ko'z bo'yamchilik qilayotganligiga norozilik bildirish uchun bular bu faoliyatga borgan. Bu jarayonda Xitoylar bir Uyg'urni to'plashib, borgan 3 Uyg'urdan birini to'plashib urgan hamda. Istiqlol televiziyasi erishgan, ya'ni biz erishgan ma'lumotlarga asoslanganda 3 Uyg'ur yosh tushdan keyin İstanbulning Bahçeli Evler rayonidagi Doktor Anvar bu faoliyat o'rinlashtirilgan yerga borgandan keyin faoliyat maydoniga kirgan normal. Chunki bu yerda o'zining vijdonini, o'zining g'ururini, millatining uchrayotgan bu
beshiga kelgan, millatning beshiga kelgan hamma narsaga faqat o'z nafsi uchun qandaq bahona sabab bilan bo'lsin, shu yerga boradigan bizning millatdan bo'lgan vijdonsizlarmi bor edi hamda. Bularmi shu xuddi normal aşağı kelayotgan qatnashuvchilarga o'xshashlan bu yig'in zaliga kirgan. Kirgandan keyin ularning ichidagi biri Xitoyning bu ko'z bo'yamchilik harakatiga noroziligini ifodalab berdi, ovozini chiqarib, bu yerga xoinlik qilayotganligini, bu maydondagi bir nima bor bir rasm bormish edi. Bularningki qilayotgan, hatto shu yerga qatnashgan boshqa nomussiz Uyg'urlarga muxtab qilib turib, Xitoylarga bu yerda Xitoylarning bu yerda ko'z bo'yamchilik qilayotganligini bildirib, bu yerda o'zining ovozini chiqarib gap qilgan 3 yoshning yana birisi videoga singa olgan bu ko'rinishlarni qilgandan keyin bu joyda Xitoy konsulxonasining xodimlari hisoblanadigan 8 Xitoy bu yerga yupurilib kelib, videoga olgan Uyg'urni besib olib, urgan va telefonni bulab elib, tortilgan videolarni o'chirib o'tgan shu yerda. Xitoylarning tökmet xarakterli shikoyat sababli va Xitoylar bu yerda darhol saqchiga shikoyat qiladi. Qisqa vaqtdan keyin saqchilar kelib bu 3 Uyg'ur yoshni tutib ketadi maydondan. İşte burası xoin yuvasi. Mana bu yer xoinlarning uvusi bu yer degan bu lozungini ko'tarib, chunki u yerga qatnashganlar bu millatning nazarida xoindan boshqa narsa emas yani. Mushunda darajada ifodasini bildirgandan keyin saqchilar bu yerdan olib ketadi bularni Xitoyninki tökmeti shikoyati bilan. Xitoylarning hujumiga uchragan 3 Uyg'ur yoshining bu Uyg'ur yoshining bosh qismi yaralangan va qo'l buyullari zaxmlangan. Ya'ni singa olgan o Uyg'ur yoshiniki. Bu haqda doktorxonaning isboti chiqarilgan. Saqchi idorasida voqeaning tafsiloti haqida xotira qoldirilgandan keyin ular tunugun kash tarafda kashqurun bu savol so'roq bu yerdagi ifodalar elingandan keyin qo'yib berilgan. Mazkur voqea albatta Xitoylarning chegara halqigan bostirish jinoyatining eng yangi misoli hisoblanadi. Turkiyada Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan Küçükçekmece rayonida Safaköyning yendi bahçeli evlerde o'tkazilgan bir nomussiz bir faoliyat. Mushundaq darajada bu ko'rinishlar, bu yupurilib kelib bir Uyg'urni urishlari bizga shuni eslatmadimi? Texi yaqinda Gollandiyadagi Abdurahim efendim uninki her yili aşı faaliyetlarda Xitoylarning faoliyatida hatta shu vaqtda nurg'un suratlar suhbat qildik. Yani Xitoylar o'xshash shu yerda konsulxona xodimlari nomussizlarcha yupurilib kelib hujum qilgandi. Bu yerda 8 Xitoyning kelib yupurilib kelib hujum asli bu videolarni yuvatmagan bo'lsa Xitoyninki u ko'rinishlarni albatta aniq ko'ra oladi. Yani bu darajada qonun tunimaydigan nomussizlar guruhi hamdi. Yani cinayetçiler, qaroqchilar guruhi deymiz hamdi. Mushundaq darajada faoliyatlar bu yerda shunda o'tkazilib, bu yerga normal kirib o'zininki noroziligini bildirish asli tamamen butunlay qonunli bir ish bularning bildirishi. Ama nomussiz Xitoylar bu yerda bu şekilde javob qilgan. Afsuslanarligi aslida bunday faoliyatlar tashkilotlarning navbatda albatta faoliyatdan burun Uyg'urlarning bunga o'zlarininki ba'zi tashkilotlar ijtimoiy uchur vositalarida ifoda bildirgan bo'lsa-mu, yani bu javobninki intayin oddiy, ojiz bo'lib qolganligini aniq ko'rib olamiz. Aslida bu yerga minglarcha inson faoliyat o'tkazilgan kuni namoyish qilib bu faoliyatni o'tkazgili qo'ymaydigan bir holatga olib kelgili bo'lishi mumkin. Tashkilotlarningki buni albatta hali bu tashkilotlar bu yerda ojizlik qildimi yoki nima ish qilyapti. Hozirgi suratni chiqaraylik aslida. Bu yerda shuni biz o'ylashimiz kerakki, mana shu endiki ma'lumot Xitoydan chiqqan ma'lumot chaqiriqini. Ma'lumda. Shu ostida Xitoylar bilan birlikda bu faoliyatni o'rinlashtirgan Xitoy konsulxonasi bosh bo'lgan bilan ostidagi jamiyatlarga qarab boqadigan bo'lsak, Xitoylar bilan birlikda osti chiqmay qolibdi bu yerda. Shu Turkiyada faoliyat qilayotgan nomussiz Uyg'urlar tarafidan qurilgan ba'zi jamiyatlar var bu yerda. Shu millatimizning ichidan chiqqan
manqurt ketken nomussuzlar birlikte uğurlaştırıyordu öyle bakayım. Yani qaysi halat ekanligimiz aslida bu nomussuzlarni ma üç cemiyet var aslida. Köpüncüsü bütünlay, ba'zi bütünlay Uyg'urlar qurgan tashkilot, mesela Uyg'ur ish odamlari sanoat jamiyati yani. Bu nomussuzlar hozirgacha mana shundaq bu tajovuzchilar bilan birlikte harakat qilib, Uyg'urlarning hech qanday bir Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa uchirmaganligini Turkiyada buning tashviqotini qilayotgan nomussuzlardir. Bunu birdamdekin doktordan so'raymiz, tashkilotlarning ojiz keldimi bu yerda tegishli o'zining ustuvchi vazifalarni ado qilmadimi, buni albatta so'raymiz.